Dalboyev. Kechirim so'radi mana u. Mana kot. Mana kot meni o'zi so'g'ib, ishim bo'lmasin bari jo'g'ol. Va Gurpan chaqirgan ana deb o'zi meni qo'rqitib turadi. Men batganda yashab turib, nega men yo'limga qo'ya olmaydim? Mana Dalboyev. Mana aka. Pul talab qilyapti, ақша. Ko'p bo'lsa 250-300 talab qilyapti. Menikini jegillar, eshaklar. Menikini jemaysizmi sen, menikini? Ha, Dalboyev? Pidarazlar, mana pidarazlar. Dalboy, bularni men qo'targ'izaman. Manalar boshqa joqqa ishlasin, boshqa joqqa ketsin, qadam joyga, Qizilqiyaga, Jalovatga ketsin gumbol. Yozganga qo'taram men bularni. Ishlayotgan bular. Dalboyevlar chekkaga to'xtasam, pul talab qilyaptilar. Bu bechara Boyqushdan men to'xtatdim-la 1 minutga to'xtasam, men qo'rqitib o'zicha men shoferimni nima qilyaptilar. Mana aka, mana Dalboyev o'zicha seni taniyman deb, men yaxshilab meni tanishib ol dedim. Mana aka, yaxshi aytdim bularga. Mana aka. Shoshmay turmisan? Yeah. Keçirib qo'ya, bir minut men to'xtatib dedi. Keçirib qo'y dedim. O'zcha lamay saytib. Qo'rqitib, Gurpani chaqir, Kekni chaqir, bu yoqni chaqir deb o'zlari telefonga tartib o'tadi. Mana. Nomanga chalchi. Yaxshi aytdim bularga. Vaysal. Buni qirg'izcha aytdim. Mana u kotga men yaxshi aytdim, mana kotga. Bu kot ekan, buni qo'tarib uzamiz. Boshqa jo'q. Çek. Oldu.